Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi kelishimizga quloq soling, hurmatli vatandoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining terrorizm qarshi turish to'g'risidagi doklati berib Jungoga chetildi. Jungo taraf qo'sh o'lcham ishlatdi deb g'azablandi. Mavzuli xabar 6-oyning 3-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Huang Huachinyin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf bir parcha doklad e'lon qilib, Jungo qatorliq aloqador davlatlarning terroristlarga qarshi turish siyosati to'g'risida qalaymiqan so'zladi. Jungo taraf qabul qila olmaydi. Amerika qalaymiqan so'zlabdimish. Xitoy to'g'ri so'zlabdimish. Bayonotchining talaffuzida Amerika qalaymiqan so'zlabdimish. Universal matbuotlar 6-oyning 3-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bayonotchi Huachinyin 3-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika taraf e'lon qilgan dunyodagi davlatlarning terroristlarga qarshi turish to'g'risidagi doklati Jungoga chetildi. Lekin söz iboralari pokitlik emas. Noroziligimizni ifodalaymiz. Bayonotchi Huachinyin ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Terroristlarga qarshi turish masalasida qo'sh o'lcham qo'llanish aloqador davlatning terroristlarga qarshi turgan siri terroristlarning tugamaganligining muhim sababidir. G'arb davlatlari Jungoning Xinjiangda terroristlarga qarshi turish kishilik huquqiga daxli taruz qilganlik deb gumon bilan ansiraydi. G'arb davlatlari Jungoning Xinjiangda terroristlarga qarshi turishi kishilik huquqiga daxli taruz qilganlik deb gumon qiladi va shunda ansiraydi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining dokladida Jungoning Xinjiangda diniy e'tiqod faoliyatlarini boshqarishini cheklashni kuchaytirganligini tanqid qilib, bu qilmish millatlar munosabatini jiddiylashtirish etishi mumkin deb ko'rsatdi. Reuters agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo hukumati Xinjiangda kishilik huquqqa tajovuz qilgan siyosatdan inkor qilyapti. Musha hafta e'lon qilgan Xinjiangda kishilik huquq to'g'risidagi dokladida yuqorqi aqtashli kitobni nazarda tutyapti. Xinjiangda diniy e'tiqodni kamsitish yo'q. Doirlar yaqinda yetib keladigan musulmonlarning ro'za tutish faoliyatlariga aralashmaydi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi e'lon qilgan dokladda yana butun yer sharining terroristlarga qarshi vaziyat to'g'risida to'xtaldi. Tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Butun yer shari terroristlarning bosh ko'tarishiga duch keldi. Yolg'iz bo'ridek hujum qilish shakllari ko'paydi. Hatto aloq sahnalarimi qurolga aylantirishdek yangi xiristlarga duch keldi. Bu yangi o'zgarishlardan shuni bilib olamizki, terrorizmni hujum qilish borgan sari o'ngaylashmoqda. Her qaysi davlatlar hamkorlikni kuchaytirib, bu o'zgarishlarga o'rtaq taqobil turish kerak. Demak, 6-oyning 2-kuni Xitoy aqtashli kitob e'lon qildi. 6-oyning 3-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mahkamasi xalqaro terrorizmni harakatlari va uning vaziyati to'g'risida doklad e'lon qildi. Buningda nima dedi? Amerikaning negizlik nuqtasi, markaziy nuqtasi Xitoy terrorizmga bahona deb yoki terrorizm bahonasida Xinjiangda Uyg'urlarning kishilik huquqiga tajovuz qilyapti dedi. Demak, terrorizm bahonasida Xitoy Xinjiangda Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligiga hujum qilyapti. Ya'ni shundaqla diniy e'tiqod erkinligidan foydalanib Uyg'urlarning siyosiy maqsadlarini burmalayapti. Bu dokladda undaq deyilmagan. Men tahlil qilyapman. Vatandoshim diqqat qiling, mana doklad shunda deyilgan deb xato tushunib qolmang. Men tahlil qildim, men faraz qiyos qildim. Amerika shunda dedi. Demak, Amerikani sen qo'sh o'lcham ishlatding deb og'rinayotdi Jungo. Jungo o'zidan vatan davlati ishchidagi ba'zi ishlarga qo'sh o'lcham qo'llanganmi yo'qmi?
Mesela yakındılar, sen de ona bakaydı, kayni birlik kıtımda, oy yeti kıtımda partlaş yüzbedi. Onu Uygurlığa artamadın. Lekin sen şunu terörist hareket deb belgiledin mi? Bekittin mi? Şundak dil oturguzdun mu? Yok. O Uygur emas bulup çıktı da. Demek qo'sh ölçemde Amerika emas, Xitoy hukumati o'zi qo'llanıp atıdı. Hazır vatanda Uygurlar ikinci derecelik grajdan. Yat millet. Uygurlu buladigan bo'lsa, uning beshidagi dopisli bo'ladigan bo'lsa, o terrorist. Lekin Xanzo bunday emas. Demek sen işgal ölçemni bir devletning ichida o'zing paydo qilyapsan. Hatto mushu orqali Uyg'urlarni terrorist deb ayiblash orqali sen bir nuqtani, eng asosiy nuqtani, hozir Şinjandagi millatlar to'qinishi masalasini yoshiryapsan. Oshkorlashdan qo'rqyapsan. Men o'ylaymanki, hozir Şinjanda masala ikki qutbga ayrildi. Uyg'ur bo'lib ayrildi, Xitoy bo'lib ayrildi. Hozir bu ongning kuchayishi, bu uyg'onish Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixidagi 2-3 qatimliq uyg'onishi bo'lib hisoblanadi.